Yangi narsalarni qanaqa o'rganasiz? Ya'ni siz mana o'zingiz xohlagan yoki ish bo'yicha kerak bo'lib qolgan yangi narsalarni qanaqa o'rganasiz? Kitobdan o'rganasizmi, internetdan o'rganasizmi, odamlar bilan gaplashasizmi, kursdan qanaqa qilasiz? Menga kitob o'qish yoqadi juda. Kitob qiziq. Kitob o'qisangiz ko'p narsa o'rganasiz. Keyin ko'p bilmagan savolimni Googledan so'rayman. Masalan, Google'da poisk qilaman, o'rganaman. Lekin oxirgi vaqtda masalan Googledan ham oson, hozir ChatGPT bo'lgan. ChatGPT ni ochyapsiz, savol bersangiz, u masalan Google o'tda sizga fragmentlar bersa, u konsolidatsiya qilib, bitta qilib to'liqroq javob berishi mumkin-da, masalan. Shu. Odamlarga, men bilaman, siz ko'p anaqa выставкаларga borasiz, ko'p, yangiliklarni o'rganasiz. Bu ham siz uchun yangi narsa o'rganish usulimi? Nima deb o'ylaysiz? Yangi narsalarni ko'rish usuli, lekin endi biz o'zimizning sohada borayotganimiz uchun asosan o'tda ko'p hozir yangi narsa ko'rmaymiz. Ya'ni u ko'rayotgan narsamizni biz уже internetda o'qigan bo'lamiz, tushunasizmi? Ya'ni hozirgi paytda hali unaqa juda qattiq o'zgaruvchi texnologiyalar paydo bo'lmadi-da. Ya'ni shu oxirgi bo'lgan innovatsiyalar, katta innovatsiyalar bular mobil telefonlarning paydo bo'lishi bo'ldi, iPhone bilan Androidda. Undan katta hozir yangi innovatsiya, yangi platformalar katta paydo bo'lmadi. Masalan, VR hali yutib chiqmadi Meta misol uchun. Endi harakat qilib yotibdi, masalan, hali yutmadi masalan. AI u ham harakat qilyapti. Harakat qilyapti, u ham AI lekin yutadi deb o'ylayman. AI katta narsa bo'lyapti. AI qiziq masalan. AI anaqa hozir shu oxirgi eng katta breakthroughlardan, lekin uni ham misol uchun выставкasiga borsangiz ham balki tushunmasligingiz mumkin. Chunki bu narsa emasda, anaqa u ko'p applar, servislar ko'proq g'oya deb hisoblanadi, mana shunaqa. Buni internetda o'zida ham servislarni ko'rib, mayda ruhlansangiz bo'ladi. Tushunarli.